Bittada o'xshab chiqadigan kuksini tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib kuksini lapshasini 1 soatga muzdek suvga botirib qo'yamiz. Kuksini suvini tayyorlashga o'tamiz. 1,5 litr suvga zelень, bitta bodring, bitta pomidor, tabga ko'ra 2-3 osh qoshiq 9% uksus, soyavos sous 50 mg, shakar 50 g va tuz tabga ko'ra 1-2 osh qoshiq. Men 2 osh qoshiq soldim. Yaxshilab aralashtirib xolodilnikka solib qo'yamiz. Bodring salatini tayyorlaymiz. Juda oson. Ozgina tuz solamiz va chesnok aralashtiramiz. Chetga olib qo'yamiz. 400 g kapustaga ozgina tuz va chesnok solib aralashtirib 10 daqiqada past olovda pishirib olamiz. 4 ta tuxumni aralashtirib, blinchga o'xshab pishirib olamiz va ruletga o'rab kesib olamiz. 100-150 g go'shtni ingichka to'g'rab olib, birinchi baland olovda 1-2 minut qovurib olamiz. Keyin esa tuz, shakar, chesnok qo'shib, past olovda 10 daqiqa qopqog'in tagida pishiramiz. Hamma masalliqlarimiz tayyor, ketma-ket chiroyli qilib bezatib, dasturxonimizga tortamiz. Hammaga yoqimli ishtaha.